Fussilat surasi Makka da nozil qilingan 54 oyatdan iborat. Fussilat so'zi suraning 3-oyatidan olingan bo'lib, mufassal bayon qilindi degan ma'noni anglatadi. Surada dunyo hayotining foniyligi, oxiratdagi abadiy hayot uchun ezgu amallar qilish bilan unga tayyorgarlik ko'rishning muhimligi, insonning a'zolari qilgan qilmishlarini so'ylab berib, guvohlik berishi kabi eslatma va nasihatlar bor. Bismillahirrohmanirrohim. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Hamim. Ha mim. Tanzilun minarrohmanirrohim. Ushbu Qur'on mehribon va rahimli Alloh tomonidan nozil qilingandir. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyyan liqawmin ya'lamun. U biladigan kishilar uchun arabiy Qur'on holida nozil qilinib, oyatlari mufassal bayon qilingan kitobdir. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. U xushxabar beruvchi va ogohlantiruvchidir. Bas kofirlarning ko'plari undan yuz o'girdilar, demak ular eshitmaslar. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Ular dedilar: dillarimiz sen bizlarni da'vat qilayotgan narsadan to'silgan. Quloqlarimizda esa og'irlik, karlik bordir va sen bilan bizlarning o'rtamizda bir parda bordir. Bas sen ham o'z amalingni qilaver, bizlar ham albatta amal qiluvchidirmiz. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. Ey Muhammad, ularga ayting: haqiqatan men ham xuddi sizlar kabi bir bashardirman. Menga ilohingiz yolg'iz Alloh deb vahiy qilinmoqda. Bas sizlar uning o'ziga to'g'ri toat ibodatda bo'lingiz va undan mag'firat so'rangiz. Mushriklarning holiga voy. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. Ular zakot bermaydigan va o'zlari oxiratga ishonmaydigan kimsalardir. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Albatta iymon keltirgan va ezgu ishlarni qilgan zotlar uchun oxiratda bitmas tuganmas mukofot bordir. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. Ayting, haqiqatan ham sizlar yerni 2 kunda yaratgan zotga kofir bo'lurmisiz va o'zgalarni unga tenglashtirurmisiz? Ana o'sha barcha olamlarning parvardigori-ku.
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. U yerning ustida to'la 4 kunda tog'larni paydo qildi va uni barakotli qildi hamda o'sha yerda uning yemishlarini belgiladi, taqsimladi. Bu tafsilot yer va osmonlar haqida so'rovchilarga mosdir. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. So'ngra tutun holatda bo'lgan osmonni yaratishni qasd etib, unga va yerga farmonimga ixtiyoriy yoki majburiy holda kelingiz degan edi. Ular o'z ixtiyorimiz bilan keldik dedilar. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Bas 2 kunda 7 osmonni barpo qildi va har bir osmonga unga buyurilgan ishni, vazifasini vahiy qildi. Biz quyi yerga yaqin osmonni chiroqlar, yulduzlar bilan bezadik va uni ofatlardan saqladik. Bu qudratli va bilimli zotning taqdiri o'lchovidir.